degan yil bor ekan, palvon yil ekan. Necha ming yillab avlodlari kurash tushib kelar ekan. Egasi chiqib el hurlikka yetdi. Kurash davriga yetdi, iqlimga ketdi. Bu yilning ayoliyam, o'g'loniyam, sultoniyam palvon. Yurtimizda Alloh palvonlarimizni pirlari qo'llasin. Mart maydonda ornamiz talashar, belni mahkam baylab o'tirib palvonim, palvon jurtning obro'si deb kurashar. Shalag'rom yarashmaydi bir senga, qo'yar bo'lsang kuragini boshingga. Ikki yonbosh olguncha palvonim, bitta halol olqishini ber elga. Ikki yonbosh olguncha palvonim, bitta halol olqishini ber elga. Yo Ali deb kurash palvonim, yo Pirim deb kurash palvonim, yo Ali deb kurash palvonim, yo Pirim deb kurash palvonim. O'zbegimni keng jahonga tanitgan, gururim deb kurash palvonim. Raqibingni aqli hushi shoshirib, olish kuchi quvvatini toshirib, tekka kelib chilni soldi palvonim, otib jibor chilkangdan bir oshirib. Kelbatingda olpomishding tarzi bor, tomiringda jo'shgan qoning arzi bor. Dast ko'tarib kevday kurash palvonim, har o'g'lonni jurt oldida qarzi bor. Dast ko'tarib kevday kurash palvonim, har o'g'lonni jurt oldida qarzi bor. Yo Ali deb kurash palvonim, yo Pirim deb kurash palvonim, yo Ali deb kurash palvonim, yo Pirim deb kurash palvonim. O'zbegimni keng jahonga tanitgan, gururim deb kurash palvonim. Hurmatli o'rtoqlar, mana bugun Yorbozor bir xonadonda katta to'y tantana. Mana shu Anvar ukamiz, Olim ukamiz mana shu elga bir yaxshi bir dasturxon yozib, davra qilib mana shu kurash qilib o'zimizning milliy kurash, Buxorocha milliy kurashimizni mana shu o'zimizning o'yingohga mana shu tashkil qilgan. Mana shu rahbarlarga rahmat deymiz. Ichki ishlar xodimlariga, hurmatli o'rtoqlar, mana shu kurashni yaxshigina, chiroyligina qilib o'tkazib olish uchun davramizga bir yaxshi bir hakam saylaymiz. Hakamni mana nima jahon chempioni Isoqpolvon olib boradi. Uning yordamchisi mana Sodiq polvon, Sherali, mana boshqa odamlar mana shu aytgani bo'ladi o'rtoqlar. Halol desa halol bo'ladi, harom desa harom bo'ladi o'rtoqlar. Hamma davraga chiqib, unda nima bo'lmasin, yaxshi o'tkazib, mana shu buvamizni, Dirxul buvamizni mana shu sashara to'yidan olib, o'zlarimiz mana shu yaxshigina tomosha qilingizlar o'rtoqlar. Hammalaringizga polvonlar, hammalaringizga Xudo fayz bersin. O'yin mana shu kurashimizni boshlaymiz. Mana polvonlarni olib, ikkita mana shu 17 dan oshgan yigitlarni chaqirib davraga chaqirasizlar. Keyin mana yoshlarda endi nima bo'ldi, vaqti bo'ldi. Endi Isoqpolvon sizga mana shu davrani yaxshigina olib borib, mana shu odamlar, mehmonlarning ko'nglini yaxshi olib borasiz. Isoqpolvon yordamchi ikkalangiz nima qilasiz? Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mezbonlar va kurash muxlislari. Mana bugungi jiyanlarimiz, mana Anvarjon
Anvarjon, Olimjonlarning va Nurqul buvaning uylariga hoş kelibsizlar. Hammalaringizni bugungi kurash bayrami bilan tabriklayman avvalo. Mana endi polvonlar iltimos. Mana bu Nurqul buva mana shu 100 yoshga kirib bir katta kurash qilib, shu ilni oldidan o'tayin deb bir niyat qilibdi. Mana shu niyatni amalga oshirish siz bilan bizning qo'limizda. Polvonlar, iltimos sizlardan. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Kim bo'lishdan. Shu tartibga bo'ysunamiz. Iltimos sizlardan. Mana shu bir odam mana shuncha xarajat qilib, shuncha xalqni yig'ib, bu yerga bir kurash o'tkazaman deb turibdi. Birinchidan, biron kelishib olishmoqchi. Birovni yiqilib berib 100 ming, 200 ming pul uchun yiqilib berish uyat. Bu alining maydoni. Bu polvonlar maydoni bu. Bu omadingni sotma 100 ming, 200 ming. Qaysing bo'lsang ham. Bugun haqqani olish, Xudo omadingni bersin. Mana zot kam bo'lsa bizga aytasan. Tushundingizmi? Hamma polvon orqaga o'tamiz. Endi hech kim qolmaydi. Faqat 4 ta bakovul qoladi. Men aytgan bakovullar qoladi, qolganlar bakovullar chaqiraman. Sodiq polvon,